Assalomu alaykum obunachilar. Namangan viloyati Norinkapadan optim silyoslarimiz chiqyapti mana. Juda ham chiroyli holatda ekan. Donini maydalab tashlagan mana. Ustma qattiqda urilgan ekan. Doni основной drabelga qo'yilgan. Juda ham holatomi. O'ta ham chiroyli ekan holat. Manzilimiz Namangan viloyat Norinkapada ekan. Mana silyos kepayib ketgan. Donlarini kepay qilib olgan. Mana shunaqa holatda chiqyapti. Narxiga keladigan bo'lsak 17 mingdan optim beryapmiz. Qopi ham to'g'ri. Sap-sariq holatda mana. Kelaverasizlar. Manzil Namangan viloyat Norinkapada. Mana shunaqa maloshniy holatda o'rganasiz. Silyoslarimiz ko'p. Ob'yomi ko'p. Bu mashinamiz Toshkentga ketyapti. Holat. Telefon nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz aka. Telefon qilaverasizlar. Rangi o'ta ham chiroyli silyos. Rangi o'ta ham tiraq. Mana shunaqa donlari maydalab tashlagan. Donlari maydalab tashlagan. Agar hazm bo'ladigan qilib o'rganda. Kelaverasizlar. Shu yo'lni bo'yida juda joyi ham o'ng ekan, trassani bo'yida. Hatta paxta punkti bor ekan o'ng tomonda. Yana qaytaramiz. Namangan viloyat Norinkapada adres. Silyos juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli silyos. Suvi yo'q gilardi mana. Yer quruq, suvi yo'q. Qopimiz ham to'g'ri chiqadi.